Assalomu alaykum. Bugun gaplashadigan mavzuyimiz sonlar to'plami. Matematikani noldan o'rganmoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun. Hop, matematikada o'zi nechta raqam bor? Matematikada 10 ta raqam bor. Bular 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 ta raqam bor. Matematikada 10 ta raqam bor ekan. Demak, birinchi qoidamiz natural sonlar. Natural sonlar degani nima degani? Natural sonlar sanash uchun ishlatiladigan sonlarga natural sonlar deyiladi. Natural sonlar katta N harfi bilan belgilanadi. Birdan boshlab sanaymiz. 1, 2, 3, 4, nuqtacha nuqtacha. Cheksizlik davom etadi. Cheksizlik bilan tugaydi. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 100, 1000, million, trillion. O'sha tartibda sonda oxiri yo'q. Ana shu tartibda cheksizlik bilan tugaydi. Katta N harfi bilan belgilangan. Natural sonlar sanash uchun ishlatiladigan sonlarga natural sonlar deyiladi. Ikkinchi qoidamiz butun sonlar. Butun sonlar katta Z harfi bilan belgilanadi. Butun sonlar natural sonlar va ularga qarama-qarshi 0 bilan birgalikda bo'lgan sonlarga butun sonlar deyiladi. Ya'ni 1, 2, 3, 4 cheksiz davom etadi. Bu tarafda -1, -2, -3 mana shu sonlar ham cheksiz davom etadi va 0 bilan birgalikda bo'lgan sonlarga butun sonlar deyiladi. Uchinchi qoidamiz ratsional sonlar. Ratsional sonlar Q harfi bilan belgilanadi. Ratsional sonlar kasr ko'rinishidagi sonlarga ratsional sonlar deyiladi. Ya'ni A taqsim B ko'rinishidagi sonlarga ratsional sonlar deyiladi. Yuqori qismi har doim butun son maxraji, ya'ni tagi natural son hisoblanadi. Yuqori qismi surat deyiladi. Yuqori qismi surat deyiladi. Tagi qismi maxraj deyiladi. O'rtadagi chiziq kasr chizig'i bo'lish vazifasini bajaradi. Misol tariqasida 3 taqsim 4, 5 taqsim 6, 20 taqsim 10 bularni hammasi ratsional sonlar hisoblanadi. To'rtinchi qoidamiz irratsional sonlar. Irratsional sonlar degani nima degani? Cheksiz o'nli davriy ko'rinishda tasvirlab bo'lmaydigan sonlarga irratsional sonlar deyiladi. Ya'ni ildizdan chiqmaydigan sonlar, logaritm mavzularida y degan tushuncha bor, trigonometriya mavzularida pi degan tushuncha bor. Ular cheksiz o'nli davriy ko'rinishda tasvirlab bo'lmaydi. O'shanaqa sonlarga irratsional sonlar deyiladi. Masalan, ildiz osti 2 dan ildiz chiqmaydi. Bu irratsional son deb olsak bo'ladi. Ildiz osti 3 da ham irratsional son deb olsak bo'ladi. Ildiz osti 4 da irratsional son deb bo'lmaydi. Ildiz osti 4 dan 2 ildiz chiqadi. Ildiz osti 5 da ham irratsional son desak bo'ladi. Ildiz osti 6 va hokazo bu ham cheksiz davom etadi. Demak, y degan tushuncha bor, logaritm mavzularida, pi degan tushuncha bor, trigonometriya mavzularida bularni ham irratsional sonlar qatoriga misol keltirib ketsak bo'ladi. Xo'p, 5-qoidamiz tub sonlar. Tub son degani nima degani? Tub son degani biriga va o'ziga bo'linadigan natural sonlarga tub sonlar deyiladi. Biriga va o'ziga bo'linadigan natural sonlarga tub sonlar deyiladi. Tub sonlar quyidagicha bo'ladi. Demak, 2 ni tub son desak bo'ladi. Nima uchun? 2 soni biriga bo'linadi, keyin o'ziga bo'linadi. Boshqa songa bo'linmaydi. O'shaning uchun 2 ni tub son desak bo'ladi. 3 masalan. 3 da ham tub son desak bo'ladi. Biriga bo'linadi, keyin 3 ga bo'linadi. Buni ham tub son sifatida olsak bo'ladi. 4 tub son emas. Nima uchun? Tub biriga bo'linadi, o'ziga bo'linadi va 2 ga ham bo'lingan uchun buni tub son deb bo'lmaydi. Tub sonlar biriga va o'ziga bo'linadigan natural sonlardan olinadi. Biriga va o'ziga bo'linadigan sonlarga tub sonlar deyiladi. Buni osonroq topish iloji juft raqamlardan tub sonlar olinmaydi. Faqatgina 2 dan tashqari. Faqatgina juft raqamlardan 2 tub son sifatida olinadi. Qolgan tub sonlar toq raqamlardan olinadi. Toq raqamlardan ham ayrimlari to'g'ri keladi, ayrimlari to'g'ri kelmaydi. Demak, 4 tub son emas,
5 ni tub son desak bo'ladi. Nima uchun? 5 ga bo'linadi va 1 ga bo'linadi. Boshqa songa bo'linmaydi. 6 ni tub son deb bo'lmaydi, juft raqam. 7 ni tub son desak bo'ladi. Nima uchun? 7 1 ga bo'linadi va o'ziga bo'linadi. O'shaning uchun tub son desak bo'ladi. 8 tub son deyilmaydi, juft raqam. Barcha juft raqamlar 2 ga bo'linadi. 9 9ni tub son desak bo'ladimi? 9ni tub son deb bo'lmaydi. Nima uchun? 1 ga bo'linadi va 9 ga bo'linadi. Undan tashqari 3 ga ham bo'linib qo'ygani uchun 9ni tub son sifatida olib bo'lmaydi. 6-qoidamiz o'zaro tub sonlar. O'zaro tub sonlar degani nima degani? Umumiy bo'luvchisi faqatgina 1 bo'lgan sonlarga o'zaro tub sonlar deyiladi. Umumiy bo'luvchisi faqat 1 bo'lgan sonlarga o'zaro tub sonlar deyiladi. Masalan, misol tariqasida 11 nuqta virgul 15 desak, ikkita son uchun aytiladi. Bular o'zaro tub sonlar. Nima uchun? Ikkalasini umumiy bo'luvchisi faqatgina 1. Birdan tashqari boshqa son bo'la olmagani uchun bularni o'zaro tub son desak bo'ladi. Masalan, 15 ni 3 bo'la oladi, lekin 11 ni bo'la olmaydi. 11 masalan 11 ni bo'ladi, lekin 15 ni bo'la olmaydi. Birdan tashqari birorta son bu ikkalasini bir vaqtda o'zida bo'la olmagani uchun buni o'zaro tub son desak bo'ladi. 12 bilan misol tariqasida 20 deydigan bo'lsam, buni o'zaro tub son deb bo'lmaydi. Umumiy bo'luvchisi faqatgina 1 bo'lgan sonlarga o'zaro tub sonlar deyiladi dedim. Buni umumiy bo'luvchisi birdan tashqari ikkalasini bir vaqt o'zida 2 bo'lib qo'yadi, 4 bo'lib qo'yadi. O'shaning evaziga buni o'zaro tub son deb bo'lmaydi. O'zaro tub sonlar umumiy bo'luvchisi faqatgina 1 bo'lgan sonlarga o'zaro tub sonlar deyiladi. Xo'p, 7-qoidamiz bilan tanishtirsam, murakkab sonlar. Murakkab son degani nima degani? Murakkab son degani 2 dan ortiq bo'luvchiga ega bo'lgan sonlarga murakkab sonlar deyiladi. 2 dan ortiq bo'luvchiga ega bo'lgan sonlarga murakkab sonlar deyiladi. Bular 4 ta murakkab son desak bo'ladi. Nima uchun? 4 ta bo'luvchilari 1, 2 va 4. 2 dan ortiq dedim. Kamida 3 ta bo'lishi kerak va undan ko'proq bo'lishi kerak. 2 ta bo'lib qolayotgan bo'lsa, bu murakkab son hisoblanmaydi. Demak, 4 ta murakkab son desak bo'ladi. 5 ta murakkab son deb bo'lmaydi. Nima uchun? 5 misol tariqasida 1 ga bo'linadi, 5 ga bo'linadi. 2 dona bo'lib qolgani uchun 5 tub songa kiradi. Demak, 6 ni murakkab son desak bo'ladi. Nimaga? 6 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi va 6 ga bo'linadi. O'shaning uchun 2 dan ortiq dedim. Mana 4 ta bo'luvchiga ega ekan 6 ni murakkab son sifatida olsak bo'ladi. 2 dan ortiq bo'luvchiga ega bo'lgan sonlar murakkab sonlar deyiladi. 2 ta bo'lib qolsa, tub son sifatida olinadi. Murakkab son qatoriga olib bo'lmaydi. Bir soni tub son ham emas, murakkab son ham emas. Ikkalasiga ham olinmaydi. Haqiqiy real sonlar bor. Haqiqiy real sonlar degani nima degani? Irratsional sonlar bilan ratsional sonlarning birlashmasiga haqiqiy real sonlar deyiladi.